hurmatli yurtboshimizni Amerika Qo'shma Shtatlarida, ya'ni Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasida o'zbekcha nutq so'zlashlari, bu albatta g'urur. Nutqlarida aytib o'tdilar, haqiqatan ham 8 yil oldingi, men o'zim chegara hududda yashagan odamman. Masalan, Afg'oniston bilan bo'lgan munosabatlarimiz 8 yillik ichida qarang. Hozir Afg'oniston fuqarolari bemalol Termiz shahri va Afg'oniston chegarasida qurilgan xalqaro savdo markaziga ular kelib bemalol 10 kun kelib yurib ketishlari, shifoxonalar bor kelib davolanishlari yoki bo'lmasa qo'shni respublikalarimiz bilan viza degan narsa yo'q. Chegarada bemalol Tojikiston, Qirg'iziston yoki Turkmaniston bilan munosabatlarimiz, Qozog'iston respublikasi bilan bir-birimiz bilan qo'shni bo'lib turib, mana hurmatli yurtboshimizni 8 yil oldingi Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori minbarida turib aytgan so'zlari amalda bo'lgan. Haqiqatan ham qo'shnilarimiz bilan ko'z tegmasin. Munosabatlarimiz, har bir kelishuvlar bir-birimiz bilan qo'shnichilikda bordi keldisi, amaldagi holat bilan hurmatli yurtboshimiz bu yilgi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80 yillik yubileyiga mana shunday yutuqlar bilan bordilar-da. Hurmatli yurtboshimizni Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasining minbarida turib nafaqat O'zbekistonni, balkim butun jahon uchun, butun dunyo uchun suv resurslar muammosi borligini va butun jahon suv forumini O'zbekistonda o'tkazishni tashabbusini ko'tarib chiqdilar. Bu ichimlik suv resursda, lekin tabiiy holdagi resurs holatida qaytarib ololmaymiz. Shuning uchun bu albatta qo'shni mamlakatlarda va dunyodagi suvga nisbatan bo'layotgan muammolarning qanchalik dolzarbligi va biz suvni tejamkorlikda ishlatishimiz va suvni tejash kerak ekanligi to'g'risida aytib o'tdilar. Hurmatli yurtboshimiz, mana oxirgi 8 yillikda aynan bizning sohamizga ichimlik suv bo'yicha 27 trilliondan ko'proq pul sarflandi. Raqamlarda, foizda aytsam, 8 yil oldin 60% atrofida O'zbekiston Respublikasi markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 81.5%ga. Hali qiladigan ishlarimiz bor. Qolaversa 2030-yilgacha aniq yechimlarni qilib berganlar. 2030-yilda 90%dan oshirish marra qilib qo'yilgan topshiriq shu. Chunki manbalar ketma-ketlik hisob-kitobi hammasi mana shuni ichida bor. Amerikada turib o'zlari qancha yirik tashkilot rahbarlari, jumladan mana bizning sohamizga taalluqli bo'ladigan texnologiya, ya'ni suvni tozalash tashkilotlari bor yoki bo'lmasa boshqa yirik korxonalar bilan uchrashyaptilar. Bizga u qarang, zamin bo'lyapti. Mana hozir yurtboshimizni u yerda borib uchrashib gaplashishlari kompaniyalarda O'zbekistondagi bizning sohamizga nisbatan qiziqish uyg'otyapti-da.